Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, Captiva 3.2 motor olib qo'yganmiz. Bunda asosiy muammo mashina tortmayapti. Mana bu fishkalar faza распределительники mana. Kimlardir vanus datchik deydi buni, yana kimlardir faza распределитель deydi mana ekan. Xo'p. Sxema bo'yicha mana ikkita shtaker bo'ladigan bo'lsa, birinchisi bitta ikkita bo'lsa, bir tomondan bir oladigan bo'lsa, ikkinchi tomon miyadan chiqadi. Miyaga signalni bo'lib kiradi. Birinchi pinga главный relaydan pitание kelish kerak bo'ladi zamok ochilganda mana. Hozir mana mashina po'ysa qilish jarayonidamiz. Bu mashinaning asosiy muammosi korobkada выходной val sanamay, оборот sanamay kelganda, xudo xolasa uni bitirganimizdan keyin mashinam yaxshi tortmayapti deganlarda diagnostikada shu datchik ошибка bergani uchun shu datchiklarning hammasini ko'rsa, pitание yo'q. Xudo xolasa pitanyelarning hammasini chiqarib, istab topib chiqarib, chotka qilib yurgizib beramiz inshaalloh. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.